Bu aynan o'sha kun edi. Qachonki Lionel Messi yakki o'zi Real Madridga qarshi ajoyib hujum uyushtirgan. Hujum FC Barcelona to'pni nazorat qilayotgan paytda boshlanadi. Messi to'pni Sergio Busquetsga uzatadi, u esa qisqa pas bilan yana Messiga qaytaradi. Messi to'pni qabul qilib, raqib himoyachisi juda yaqin kelganini sezadi. Ammo xotirjamlikni saqlab, jarima maydoni tomon harakatni davom ettiradi. Birinchi himoyachi yaqinlashganda u to'pni oldinga surib, markazga keskin buriladi va raqibini ortda qoldiradi. Keyin u xuddi shu harakatni yana takrorlab, to'pni oldinga suradi va ikkinchi himoyachidan ham o'tib ketadi. Messi boshini ko'tarib qaraydi va Marcelo unga qarab yugurayotganini ko'radi. U tushunadi. Agar shu vaziyatda ikki himoyachidan biri unga tegsa, penalti bo'lishi mumkin. Bu esa unga yanada ishonch beradi. Messi to'pni Marcelo ustidan oshirib o'tadi, yo'lini to'sadi va yana boshini ko'taradi. Darvozabon esa allaqachon noqulay holatda